Bugun sizlar bilan uy sharoitida beshbarmoq tayyorlab ko'ramiz. Avval mol go'shtlarini chesnok, ziravor, tuzlar solib qaynatib olamiz. Bu esa tayyor manti va beshbarmoq xamirlari. Ularni ham tayyorlab olamiz. Ovqatimizni tepasiga piyozlarni yupqa qilib to'rg'ab, qaynab turgan mol go'shtini bulyonidan qo'yib, qopqog'ini yopib bir chetga olib qo'yamiz. Keyin tayyor beshbarmoq xamirlarini shunaqa to'rga bo'lib chiqdim. Bolalarga ham yeyishga qulay. O'rtacha shaklda bo'ldi. Go'shtlarni sovutib olib, hammasini maydalab chiqdik. Beshbarmoq xamirlarini go'shtlarni bulyon suvida pishirib oldik. Maydalangan go'shtlarni xamir ustiga joylab, atroflarini bulyon suvida dimlab olib qo'ygan piyozlarimiz bilan bezab olamiz. Chiroyli va mazali beshbarmoqlarimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.